Assalomu alaykum, Dilrabo Nigmatullaevna, xush kelibsiz. Sizni qizg'in suhbat davrasida ko'rganimdan xursandman. Juda ham ko'pchilik uchun muammo bo'lgan, og'riqli, lekin aytishga uyaladigan mavzuni ko'tarib chiqishga qaror qildim. Siz nima deysiz? Va alaykum assalom, Nadya Abduqadirovna. Taklifingiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim shu mavzuga chaqirganingiz uchun. Chunki hozirgi kunda jinsiy tarbiya, sog'lom jinsiy hayot haqida gapirish ozgina bizda mentalitemizda uyat hisoblanadi. Shuning uchun insonlar orasida ma'lumotsizlik juda ham ko'p jinsiy tarbiya haqida. Siz mutaxassis sifatida jinsiy tarbiyani necha yoshdan boshlashimiz kerak deb o'ylaysiz? Mutaxassis sifatida hozir endi mani eshitgan auditoriya hamma hayron bo'lishi mumkin. Jinsiy tarbiyani 3 yoshdan boshlash kerak deb hisoblayman. 3 yoshdan. Jinsiy tarbiya bu aslida faqat jinsiy aloqani o'rgatish, qanaqa qilib jinsiy aloqa qilish degani emas. Jinsiy tarbiya degani bu bizani badanimizni qabul qilish. Bizani hammani, mana o'g'il bola, qiz bola hammani badani bor. Qo'l oyog'imiz bor, xuddi shunaqa jinsiy organlarimiz ham bor. Bu bizani bir qismimiz. Bizni 3 yoshdan bolalarga o'rgatishimiz sabab bolalar o'zini yoshlikdan, bolalikdan, shu mana 4 yosh, 5 yoshdan уже yuradi, bog'chaga chiqadi, gapirishni boshlaydi, уже sotsiumga qo'shilishni boshlashadi. Shu bolalar sotsium bilan boshqalar bilan muloqot qilganda o'zini jinsiy organlarini himoya qila olishi, u yerga hech kim tegishi mumkin emasligini bilishi shart. Chunki hozir bizani zamonda hamma narsani bilso'z hamda yomon narsalar ham rivojlanib ketgan, ya'ni pedofil, ya'ni kichkina bolalarga o'sha zo'ravonlik qiladigan, ya'ni kichkina bolalarni o'zini orasida ham shu narsa bor. Qanaqa ular ataylab qilmaydi. Shu YouTube'da, har xil videolarda, o'sha sotsial setlarda har xil yomon narsalarni ko'rib, demak bu nima ekan deb qiziqqanidan ham tegib ko'rishadi, narsa tiqib ko'rishi mumkin, shu yomon holatlarga kelishi mumkin. Shuning uchun ham bizni bu narsani 3 yoshdan, ya'ni tili chiqib, gapirib, aqlini sag'al yig'ib, "Men qiz bolaman, sen o'g'il bolasan" deb ajratishni boshlaganda berishni boshlashimiz kerak. 3 yoshdan. Keyin albatta har bir yoshni o'ziga yarasha o'zgarishlari bo'ladi. Har bir yoshda, mana misol uchun maktabga chiqishdan oldin, maktabga chiqqandan keyin 3-4-sinf balog'at yoshi, mana shu davrgacha bo'ladigan o'zgarishlar bo'ladi bolalarda, o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham. Bu narsani biza bilishimiz kerak, ota-ona sifatida, kattalar sifatida va bu narsani bolalarga o'rgatib bilishimiz kerak. Shuni qatorida mana hozir yosh ya'ni balog'at yoshiga yetgan qizlarda ko'p kutilmagan homiladorliklar ham bor. Maktabda bu narsalar necha marta aniqlanadi. Shularni oldini olish kerak. Mana protivozachatichniy mana narsalar nimani ishlatish mumkin, o'zi вообще nima qilish kerak, necha yoshdan mumkin, bu narsa nima, hammasini ota-ona bilib bolaga o'rgatish kerak. Mana shunaqa yomon hollarga kelmasligi uchun ota-ona bolalar bilan ochiq-oydin, do'stona gaplashish kerak. Chunki bu yomon buzilishlarga kelgan bolalar o'ylaymanki, ota-ona tarafdan o'rgatilmagan, etilmagan va bular o'zlisi qorong'i ko'chaga kirib, o'rganib, shunaqa holatlarga tushib qolishadi. Gaplaringizga qo'shilaman, Nadya Abduqadirovna. Shu uchrashuvga taklif qilganingizda ozgina statistika ma'lumotlarga ahamiyat berdimda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bu jinsiy tarbiya nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo global muammosi hisoblanar ekan. Hattoki shu jinsiy tarbiyani yetishmovchilik hisobiga o'smirlik davridagi homildorlik yildan yilga oshib borayotgan ekan. Nafaqat shu o'smirlik davrida, balki balog'at yoshiga yetganda, undan yoshi katta ayollarda ham shu jinsiy tarbiyani yo'qligi sababli o'zligi muammolarni ochiq-oydin hattoki shu mutaxassislarga, ginekologlarga ayta olishimiz ekan. Yana eng katta global muammolardan bittasi bu o'sha klimaks menopauza davridagi qin quruqligi. Nafaqat klimaks menopauza davrida bu kasallik yosharib borayotgan ekan. 30 yoshdan keyin qin quruqligi ayollarda ko'proq uchrab turayotgan ekan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayollarning 50% shu nima qin quruqligi tashxismi nima deydi buni? Muammosi bilan duch kelmoqda ekan. Bu juda ham katta sifrada, nima deydi, ko'rsatkich hisoblanadi. Shu qin quruqligi natijasida ayollarda og'riqli jinsiy hayotga sabab bo'lmoqda. Og'riqli jinsiy hayot ayollarda bora-bora stressga olib kelmoqda. Va shu qin quruqligi qinni elastikini buzib, infeksion kasalliklarni, ya'ni jinsiy aloqa yuquvchi spidni, gonoreya, ushbu kasalliklarni, jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasalliklarni yuqishini osonlashtirib qo'yayotgan ekan. Ha, albatta hamma gapingizga qo'shilaman. Rostdan ham mana bunday sharoit, mana
qin quruqligi davomimiz statistika bo'yicha juda ham ko'p. Mana menga murojaat qiladiganlarni orasida ham qin quruqligi, shu jinsiy aloqada muammolar borlar murojaat qilishadi ayollar va bu narsa nafaqat ayol kishini o'ziga ta'sir qiladi, balkim butun oilasiga ta'sir qiladi. Er-xotin munosabati yaxshi emasmi? Ularda har xil kelishmovchilik bo'lgandan keyin bu bolalarga ta'sir qilishni boshlaydi. Butun oilani qamrab oladi. Shuning uchun bu narsa mana elementarniy detallardan boshlanar ekan. Mana misol uchun qin quruqligini oldini olsa bo'ladigan hozirgi bizani nima deydi zamonimizda ko'p narsalar bor, instrumentlar bor, ya'ni mana gadjetlar deb aytamiz yangicha tilda. Shu gadjetlardan foydalansa bo'ladi va shu narsalarni bizani ayollarimiz ko'pchiligi bilishmaydi. Misol uchun men sizga o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytmoqchiman. Elementar mana lubrikantda lubrikantni ayol kishilar bilishmaydi. Meni oldimga kelgan har bir ayolga men qizlarga mana yosh turmush qurganlarga boshida 1 oy kamida 2 oy lubrikant ishlatishlikni tavsiya qilaman. Chunki nega? Bularda boshida hayajon bo'ladi qizlarda. O'zidan tabiiy lubrikatsiya kelishi kerak, tabiiy lubrikatsiya bo'lishi kerak. Bu narsa bo'lmagandan keyin qin quruqligi bo'ladi va bu yerda aytganingizdek kirgandan keyin bu yerda yomon har xil holatlar, o'sha infeksiya yuqadi, nimalar achishishlar bo'ladi, yaralar bo'ladi va hokazo va bu narsalar keyin yomon narsaga olib keladi. Ya'ni bu ayollarda уже travmaga olib keladi jinsiy aloqa demak yomon. Va shunaqa og'riqli jinsiy hayotda, ya'ni jinsiy hayot to'liq bo'lmayotganini his qilayotganda albatta lubrikantdan foydalanishi tavsiya qilib ketaman. Abdukadirovna, lubrikantlar haqida o'zbek xalqini orasida umuman tushunchaga ega emas. Buni bir necha sabablari bor. O'zimni tajribam asosida, kuzatishlarim asosida, hattoki er-xotinlar o'rtasida jinsiy hayot haqida suhbatlashishlar ham yo'q. Ikkinchi sababi bu ma'lumotlarning kamligi. Internetlarda noto'g'ri ma'lumotlarni olib qo'yishligi. Uchinchi sababi shifokorlarimiz, ginekologlarimiz bu haqda ochiq-oydin bemalol gaplashishga hali tayyor emas. Va eng oxirgi 4-sababi lubrikantlarni bu xalq orasida mif tarqalgan, noto'g'ri bu umuman qo'shilmayman, yomon yo'lda yuruvchi ayollar qo'llaniladigan mif tarqalgan, bu umuman noto'g'ri. Bu lubrikantlar bizning maqsadimiz faqat toza, pok oilani mustahkamlash. Demak, jinsiy hayot oilani tinch totuvligiga bog'liq. Chunki uzr gapingizni bo'ldim, to'ldirib ketmoqchiman. Bu narsa er-xotinni uchun juda ham muhim narsa. Jinsiy aloqa er-xotinni mustahkamlab ushlab turadigan detallardan hisoblanadi. Agar bu muhit yaxshi bo'lsa, ya'ni bu yerda uyg'unlik bo'lsa, baxtli hayot bo'lsa, psixologik hayot ham, ya'ni oilani muhiti ham yaxshi bo'ladi. Ob-havo yaxshi bo'ladi oilada va bir-biriga sevgi, muhabbat, bolalarga nisbatan munosabat va bolalar ham baxtli bo'lib ulg'ayishadi. Ota-onani baxtliligini ko'rib, bir-birini sevishini ko'rib, bir-biriga munosabatini ko'rib, agar jinsiy aloqa to'liq bo'lmasa, ya'ni ayol kishiga yoqmasa yoki erkak kishini ko'ngli to'lmasa, bu narsa albatta oilaviy muhitga, shunda bolalarga yaqqol ko'rinadi. Ular bunga og'iz bilan aytisha olmaydi, sizlarda shunaqa muammo deyisha olmaydi, lekin bolalar kasal bo'lishni boshlaydi yoki qandaydir muammo, psixologik muammolar, o'zini maktabda yomon tutish, agressiya holatlari mana oiladagi birinchi shu muhitdan boshlanadi. Hattoki shayximizni Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Baxtiyor oila kitoblarida yozib o'tganlar, bu er-xotin o'rtasidagi ko'ngilxushlik bu halol, bu pok. Oilaning bardavomligi, oradagi muhabbatning bardavomligi ana shu jinsiy hayotga bog'liq deb ham ta'kidlab o'tganlar. Albatta, bizani ilm ahli vakillari balki bizani gapimizni ikkita o'rangan gapirishyapti bu haqida deyishlisi mumkin. Nega biz bu haqida gapiryapmiz aslida? Mana bu kitoblarda yozilgan hamma narsada ochiq-oydin gapirib bo'lmaydi, ochiq-oydin chiqvasizlar, bu muammoni tashqariga olib chiqib bo'lmaydi deyishadi. Lekin men bu narsaga nima emasman, rozi emasman bu gap bilan, chunki muammo juda ham ko'payib ketgan. To'g'ri, muammosi yo'q odam buni bilmaydi, bunday muammoga duch kelmagan inson, lekin muammosi bor insonlar qayerga borsin, kimdan so'rasin? Biz shu haqida gapirib o'tsak, biz shu haqida oydinlik kiritsakkina odamlarda 1% bo'lsa ham yaxshi tarafga o'zgarsa, menimcha bizga bu foydali bo'ladi. Biz o'zimizning missiyamizni, o'zimizning ishimizni bajargan bo'lamiz. Albatta.
shu ishga taklif qilishganida bir hafta o'ylaganman Nadiya Abduqodirova to'g'ri yo'ldamanmi noto'g'ri yo'ldamanmi shu doktorlar bilan ishlaysan doktorlarga shu soft lubrikantlar haqida batafsil ma'lumot berasan deyishganida rosa o'ylaganman rosa maslahatlashganman to'g'ri yo'ldami maqsading nima deyishgan niyating nima deyishgan niyating halolmi pokmi shu oilani mustahkamlashmi ahil oilaniga sababchi bo'lishmi bo'ldi sani ishing demak to'g'ri topayotgan puling ham to'g'ri deb maslahat berishgandan keyin shu ishga rozi bo'lganman hamma narsa niyatga bog'liq qin quruqligi haqida gaplashdik Nadiya Abduqodirovna hattoki viloyatma viloyat doktorlarga yurganimda vaginoplastika bilan shug'ullanuvchi doktorlarga ham kiramanda ya'ni o'sha qinni toraytirish bo'yicha hozir juda urf bo'lyapti ayollarimiz orasida juda xohlashyapti trendga chiqqan judayam shu vaginopastikadan so'ng qin quruqligi bo'lar ekan og'riqli jinsiy hayot juda ko'p foiz ayollarda uchrar ekan lekin ana o'shanda doktorlarimiz afsuski ayollarimizga vazelin tavsiya qilishayotgan ekan bu narsadan man birinchidan o'zimdan xafa bo'lib ketaman shunchaki ma'lumot biza yoki sekin beryapmiz yoki noto'g'ri beryapmiz yetkazib berolmayapmizmi deb o'zimdan xafa bo'lib ketaman shu maqsadda biza vazelin bilasiz neftdan olinadigan mahsulot turi hisoblanadi ayollarda pH muhit bor 3,5 dan 4,5gacha lekin vazelinni statistika ma'lumotlariga ko'ra 2013 yilda aniqlangan u pH muhitni o'zgartirar ekan ayollarda ya'ni pH muhit o'zgardimi demak qarshi kurashuvchanlik yo'q bo'ladi ayollarda xohlagan infeksiyani yuqtirib olishi mumkin pH degani o'zi nima degani o'sha qinni ichki muhiti bu o'sha normada 3,5 4,5gacha hisoblanadi shu 3,5 4,5gacha ushlab tursak ayollar istalgan kasallikka qarshi kurashuvchanlik ortadi lekin afsuski ginekologlarimiz orasida nima deydi mani xonasidan haydab chiqarganlar ham bor lekin hech qachon tushkun kayfiyatga tushmayman san nima olib kelyapsan nega yangilik olib kiryapsan biza shu vazelinda shu kremlarda yozib berganmiz shu kungacha davom etamiz degan lekin men maqsadim anaqa nima deydi qat'iy maqsadimdan qaytmayman shu lubrikantlarni ayollarimiz orasida shaxsiy gigiyena vositasiga aylantirmagunimcha men niyatimdan orqaga qaytish yo'q deydi-yu. Mana mutaxassis sifatida aytmoqchiman qinga ya'ni qinni ichki muhiti mikroflora bizani tilimizda mikroflora deyiladi bu yerga o'zi hech qanaqa narsa kirish mumkin emas ortiqcha tashqaridan narsa kirish mumkin emas endi o'zi operatsiya bo'lgan o'zi endi tiklanayotgan vazelin surish yana bir xilda zaytun yog'i deydi bir xilda yana boshqa yog'lar uyda nima yog' bo'lsa shuni ishlatishadi jinsiy aloqa paytida o'sha quruqlik bo'lganda lubrikant haqida ko'pchilik bilmaydi tabiiy ya'ni shu suvi osnovasida qilingan lubrikantni mutaxassis sifatida man ham urishaman oldimga kelganlarni unaqa ishlatmanglar hech qachon boshqa qilmanglar deb chunki bu joyni qayta tiklanishi joyiga kelishi juda ham qiyin eng toza joy eng muhiti toza joy shu ayollarni qini hisoblanadi aslida ho'p Abduqodirni bizani tomosha qilib turganlarda albatta savol tug'iladi bu xilma xillikni rang barangi nima uchun shuning uchun olib keldim har bittasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tish uchun birinchi o'rinda menda shunday savol bular nega hammasi rang barang har xil rangda buni sababi nima va shakliga kelgan shakli haqida ham bilmoqchiman va buni rang barangligi farqi nimada qanday odamlar farqlay oladi buni ho'p rang barangligini olsak birinchi aloydan boshlay qolaylik lekin shuni eslatib o'taman har bitta mahsulotimiz tarkibiga aloy qo'shilgan hammasida aloy bor lekin bu imенно aloyligimiz tarkibiga qo'shimcha kalendula romashka qo'shilgan ya'ni yallig'lanishga qarshi bakteritsid tinchlantiruvchi xususiyatga ega bu og'riqli jinsiy hayotda ayniqsa yosh kelinlarimizda birinchi kechada diskomfortni qo'rquvni oldini olish uchun o'zimiz ham eslaymiz yosh kelinlik paytimizda 2-3 oygacha og'riqli jinsiy hayot bo'ladi lekin uni hech kimga aytmaganmiz bu tabiiy holat deb o'ylaganmiz lekin buni yechimi bor ekan u paytda bilmaganmiz shu soft aloe aynan shu yosh kelinlarimizga qin quruqligida og'riqli jinsiy hayotda nima deydi og'riqni oldini oladi yallig'lanishga qarshi tinchlantiradi bakterisid xususiyatga ega shuning uchun buni yashil rang qilib berganmiz ya'ni o'simlikli buni tarkibida suvni tarkibiga siz aytib o'tgandek faqat o'simliklarni ekstraktlari qo'shilgan pH muhiti ham 3,5 4,5 demak ayollarni dedirlagan o'sha tayoqchalariga himoya tayoqchalariga ta'sir qilmaydi erkaklik urug'lariga ham ta'sir qilmaydi homdor ayollarimiz ham homdor bo'lmoqchi bo'lgan ayollarimiz ham bemalol qo'llasa bo'ladi
demak, ko'p man shunaqa gaplar eshitganman. Xalqda mana oldimga keladigan kasallarim ham aytishadi. Buni ishlatsam, man homilador bo'lishimga xalaqit qilarkan, ya'ni o'sha suyuqlik bilan kirganda bu bekitib qo'yarkan yo'lni. Xullas shunga o'xshash gaplarni gapirishadi, savollar so'rashadi. Demak, buni umuman zarari yo'q. Zarari yo'q, Aksincha, yo'q. aksincha faqat bu shu jinsiy hayotni yumshoqroq, yengilroq, osonroq qilishga yordam berarkan. Demak. Qinni namlab beradi. Birinchi vazifasi shu shilinishlardan oldini oladi va yana qo'shimcha vazifasi shu tinchlantiruvchi va tibbiy tekshiruvlardan o'tgan, Yevropa standartiga javob beradi. O'zimizdagi tekshiruvlardan ham o'tadi. Buni sertifikatini olish uchun biza oylab kutamiz, chunki uni gigiyenadan o'tkazishadi, o'z standartdan o'tkazishadi. Buni yaxshilab tekshirib, keyin bizga ruxsatnoma berishgan. Bu lubrikantni aynan shu aloe veraligini man ham o'zim oldimga kelgan, ayniqsa mana oldimga ko'pchilik bilishadi, vaginizm va og'riqli jinsiy aloqa bilan, o'sha jinsiy hayotda muammolari bor qizlarimiz, oilalarimiz kelishadi. Shularga aynan aloe veraligini tavsiya etaman. Chunki o'sha aytganingizdek og'riqni oldini oladi, yumshatadi. Chunki jinsiy aloqani yengil, qulay bo'lishiga yordam beradi. Abdukadirni keyingi mahsulotimiz Virgin haqida ma'lumot berib o'tsam. Bu pushti rangi, Shunaqa. Bu Virgin aynan boya vaginoplastika haqida gaplashdik. Vaginoplastika demak qinni elastin tiklash, qinni tortish maqsadida o'tkaziladigan xirurgik amaliyot. Lekin u amaliyot qimmatroq turarkan, ko'pchilikni oilaviy sharoiti ko'tarmaydi. Shuning uchun tabiiy yo'li ham bor. Bu narsani yechimi, ya'ni qinni tug'ruqdan so'ng, umuman nafaqat tug'ruqdan so'ng 30 yoshdan keyin estrogen organizmda estrogen gormonlarining yetishmovchiligi kamayib borishi hisobiga qinni elastikligi yo'qolib boradi, ya'ni qin kengayib boradi. Bu narsani oldini olish uchun Soft Virgin ishlab chiqarilgan. Ya'ni buni tarkibiga Virginia, Damiana, Genshin, Aloe, Marjakani degan o'simliklar qo'shilgan. Aynan shu o'simliklar Virgin qinni elastin tiklab beradi. Marjakani ayollarda libidoni, xohish uyg'otib beradi. Aloe boya aytdik, protivospolitin, ya'ni yallig'lanishga qarshi, Genshin namlab beradi, yoshartirib beradi. Shu xususiyatlarga ega. Demak, Buni qo'llashda jinsiy aloqadan oldin 1 soat oldin faqat surtish tavsiya etiladi. bu 1 soat oldin, o'sha vaqtda emas, 1 1 soat soat oldin surtib qo'yish kerak. Boshqa lubrikantlardan farqi Virginni vohliroq surib olsa, ya'ni effekti, ya'ni ta'siri yanada yuqoriroq bo'ladi, yanada kuchliroq bo'ladi. Va salomatlikka hech qanday salbiy ta'siri yo'q. Salbiy ta'siri yo'q. Juda ham zo'r. Men shunday tushundimki, bu lubrikant har bir ayolni o'sha nimasida, to'shagida, yonida, tortmasida bo'lishi shart bo'lgan, har bir ayolni o'sha kosmetikasini ichida bo'lishi shart bo'lgan narsa ekan. Chunki har kuni ham har doim ham bir xil bo'lmaydi jinsiy hayot. Bir kun yaxshi bo'lishi mumkin, ikkinchi kun quruqlik bo'lishi mumkin, uchinchi kun umuman yoqimsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsa har bir ayol, har bir erkak buni menimcha erkak kishilar ham ishlatsa bo'ladi, to'g'rimi? Erkak kishilar ularga ham zarari yo'q, hech zarari qanday. yo'q. Demak, o'zim soham bo'yicha yangiliklarga juda ham qiziqaman. Har kuni shu ma'lumotlar bo'yicha ma'lumotlar olib turaman. Yaqindagina shu narsani o'qidimki, dunyo bo'yicha ayollarimizni 60-70% orgazmni sezmas ekan. Orgazm nimaligini, libido nimaligini sezmas ekan. Mutaxassis sifatida orgazm, libido haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. To'g'ri aytdingiz. Aslida shu libido, orgazm, jinsiy hayot eng kerakli detallari haqida ko'pchilik bilishmaydi. Ya'ni bu jinsiy hayot emas, aslida bizga tegishli bo'lgan xususiyatlar. Libidodan oldin men bitta narsa aytmoqchiman. Bizning har birimizning jinsiy konstitutsiyamiz bor. Sizda ham bor, menda ham bor. Bizani tomosha qilib turgan har bir ayol va erkakda bor. Jinsiy konstitutsiya 3 xil turda bo'ladi: yuqori, o'rta, pastda. Va jinsiy konstitutsiya hech qachon o'zgarmaydi. Bizga ota-onamizdan berilgan, sizga ham, menga ham, hammaga o'sha genetik o'tadigan narsa umrimizning oxirigacha. Bu bizani, ya'ni ehtirosimiz, xohishimizni biologik yig'indisi hisoblanadi. Endi libido dedingiz. Libido bu bizani xohishimiz, ehtirosimiz. Libido o'zgaruvchan. Libido yokida bor, yokida yo'q. Libido qachon bo'ladi, qachon yaxshi bo'ladi? Biza sog'lom hayot turmush tarzini yashasak, to'g'ri ta'minlansak, vaqtida uxlasak, misol uchun o'sha kech payt 10 dan 2 gacha uxlash, melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Bu haqida hamma bongiryapti, hamma biladi hozir. Shu hayot tarzi va sport bilan shug'ullanish, ortiqcha stresslarsiz hayot, har xil mana psixologik tarafdan qaraganda stresssiz, o'sha travmalarsiz hayotda
libidamiz bizani yaxshi bo'larkan, ya'ni ehtirosimiz. Ehtiros deganda faqat jinsiy aloqaga nisbatan ehtiros emas. Ehtiros deganda bizni ovqatga ham ehtiros bilan, ovqatni ishtaha bilan tayyorlaymiz, maza qilib yeymiz, bu ham ehtiros. Bu hayotga bo'lgan sevgi. Aslida bir qisqa qilib aytadigan bo'lsangiz-da, metaforasi hayotga bo'lgan sevgimiz. Qilayotgan ishimizni sevib qilishimiz. Har bir hayotimizni, har bir kunimizni sevib qabul qilish bu bizning ehtirosimiz ekan. Xuddi shunaqa bu jinsiy hayotga ham ehtiros bir xil narsa. Endi orgazmga to'xtalsak, orgazm bu jinsiy aloqa paytida bizani oladigan lazzatimiz. Erkaklar ham oladi, ayollar ham oladi. Lekin ayollar ko'pincha olishmaydi. Mana aytganingizdek 80-90% ayollar o'zi orgazm nimaligini bilmaydi va bo'shanish nimaligini bilmaydi. O'zbekchada oddiy qilib aytganda bu bo'shanish ayollarda ham bo'ladi. Ayollar ko'pchiligi bo'shanmagani uchun bu narsa faqat bola tug'ish uchun yokida er ushlab turish uchun, er oldidagi majburiyatim deb bilgani uchun bu narsa haqida ma'lumoti yo'q. Va endi shu haqida hozir ko'proq gapirilyapti. Gaplaringizga qo'shilaman Abduqodirni, shu orgazmdan ko'pincha ayollarimiz uyaladi, turmush o'rtog'iga aytmaydi, sezmayman. Lekin shu orgazm his qilsagina baxt gormonlari ishlab chiqariladi ayollarda. Dopamin, oksitotsin, ya'ni o'sha stress gormoniga qarshi, ya'ni kortizolga qarshi baxt gormonlari ishlab chiqarilar ekan. Rak hujayralarini oldini oladi orgazm. Shu maqsadda Ya'ni stresslardan ham xolis qiladi. Mana orgazm olgan ayol kishi xuddi nima deydi, bir kuchuk suvga tushib ketdi. Suvga tushgandan keyin nima qiladi? Silkinadi. Silkinib butun hamma yoqqa suvni sachratib yuboradi va quruq bo'lib qoladi birpasda. Xuddi shunaqa ayol kishi ham jinsiy hayotdan lazzat olgan, ya'ni bo'shangan ayol kishi ham butun stressi bormi, kasalligi bormi, hamma shu kerak ortiqcha narsasidan xolis bo'ladi. To'g'ri. Shu maqsadda biz ayollarimizni o'ylab, demak, soft brendi orgazmni his qilish uchun, libidoni his qilish uchun maxsus lubrikantlar ishlab chiqargan. Bu ya'ni olov rang berilgan, imonni olov rang yondiruvchi, qizdiruvchi xususiyatga ega. Yondirmaydi. Sal xatoroq ketib qolyapti. Ya'ni qizdiruvchi xususiyatga ega. Bu qizdirish xususiyati sababli ayollarda libidoni xohish uyg'otib beradi, orgazmga sababchi bo'ladi. Erkaklarimiz esa ereksiyani kuchaytirib beradi. Demak, bu ham xuddi shunaqa erkak kishilar ham ishlatsa bo'ladi, ayol kishilar ham. Va bu o'sha qizdiruvchi, libidani ko'paytiruvchi, ehtirosni qo'zg'atuvchi ekan. Bir xil mana ayollarda ko'pincha muammoda bu ham er xotinlar kelishadi. Misol uchun, erim juda ham ehtirosi kuchli, menda esa ehtirosim kelmaydi. Erim nima deydi, 15 minut 20 minut o'tgandan keyin meni ehtirosim kelayotganda erimniki ketib qoladi deyshadi. Ya'ni mana erkaklar bilan ayollarda kimdadir tezroq anaqa ehtiros keladi, kimdadir sekinroq, hammani o'zini temperamenti har xil-ku. Demak, shunaqa juftliklarga juda ham qulay ekan, shunaqa juftliklar ishlatish kerak ekan, hammasi baravar bo'lishi uchun. Kompaniyada call centerda ham ozgina muddat ishlaganimda, ko'pincha erkaklar lubrikantlardan so'rashganida ehtirosi qo'zg'atuvchi lubrikantlar ham bormi deb so'rashardi. Ko'pincha emas, nima deydi, 90% erkaklar. Demak, erkaklarimizga ham ayollarda orgazm yoki o'sha libidoni xohish paydo bo'lishi juda ham muhim erkaklarimiz uchun ham deb o'ylaganman o'sha payt. To'g'ri, albatta ayol kishi agarda jinsiy hayotidan mamnun bo'lsa, erkak kishiga shu orqali juda ham katta energiya beradi, juda ham katta emotsiya beradi va bu erkaklar uchun muhim. Oilasini, ayolini sevgan erkaklar uchun albatta, lekin buni istisnosi ham ko'p. Faqat o'zi haqida o'ylaydigan, ayoli haqida umuman ishi yo'q, ishini bitirsa bo'ldi bo'lgan erkaklarimiz ham ko'p, afsuski. Abduqodirovna, ginekologga tashrif buyurganimda ayollardan shu kresloga ko'rganida yoki ayollarning o'zidan shikoyat eshitishar ekan, yoqimsiz hidga, ya'ni shu jinsiy a'zodan keladigan yoqimsiz hidga. Ginekologlarimizni muolajalaridan so'ng ham ushbu hidlar nima uchundir bartaraf etilmas ekanda. Ana o'shalarni maqsadga olish uchun, hattoki bitta misol, erkak ginekolog oldiga ayolini olib kelibdi. Men bu qo'pol bo'lsam aytaman Abduqodirni, chunki bor narsa bu, meni sasyapti, tuzatib bering degan ekan erkagimiz. O'shani ginekologimiz nima tavsiya qilishni bilmaganman, lecheniya qilganman, lekin hid ketmagan deganlar. Ana shuni maqsadim. Oila buzilib ketadi-da bunaqa erkaklar, chunki hidga sezuvchanlik juda ham yuqori bo'lar ekan,
xotinidan неприятный zapach kelsa ko'ngli qolishiga, oilani barbod bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Shu narsani oldini olish uchun, ayollarimizni yoqimli iforlar taqdim etish uchun biza hidli lubrikantlarni ishlab chiqarganmiz. Ya'ni bular qulupnay, kokos, banan, mango, olchali juda ham jinsiy aloqa paytida ham qinni namlab beradi, ham yoqimli iforlarni taqdim etadi. Juda ham yaxshi. Bu menimcha ko'pchilik uchun life hack. Life hack deb o'ylayman, chunki ko'pchilik bilmagan mana shu narsani oldini olishi lubrikantni faqat nima deydi, namlab beruvchi, o'sha yumshatib beruvchi deb tushunganlar uchun ham bu life hackda. O'sha yana plus bonusi ham bor. Yoqimli hid beradi, iforlarni taqdim etadi. yoqimli ifor etadi, og'riqni oldini oladi, ehtirosni yanada uyg'otib, qo'zg'atib berishga yordam beradi. Qinni toraytirishga umuman menimcha bu mahsulotni o'ylab topgan insonlarga Nobel berish kerak, chunki ko'pchilik insonni oilasini mustahkamlashiga, ko'pchilikni o'sha bizani aholimizni yanada baxtiyor yashashiga muammosi bu borada, ya'ni jinsiy hayot umuman muammosi bo'lmasligiga sababchi bo'luvchi narsa deb o'ylayman. Abdukadirni bizni kuzatib turganlar orasida hozir juda ham bilasiz, allergichniy ayollarimiz juda ham ko'p. Bizlarga qaysi biri to'g'ri kelar ekan degan savol tug'ilishi tabiiy. Shu maqsadda o'sha ayollarimizni o'ylab, biza klassik, ya'ni buni oddiy suv, tarkibi suvli, aloe qo'shilgan, allergichniy, terisi juda ham yuqori sezuvchanlik ega bo'lgan ayollarga qinni namlash uchun tavsiya qilamiz. Demak, umuman hid kerak emas, o'sha allergiyasi bor, hidga juda ham ta'sirchan ayollarimiz ham ko'p. To'g'ri, ularga bu tarkibdaligini, ya'ni hidsizini, klassik variantini tavsiya qilsangiz bo'ladi. Endi menda yana bir savol. Ko'pchilik bu narsani mana shakliga qarab boshqa bir o'yinchoq kabi ko'rishadi, o'yinchoq deb o'ylashadi yoki o'sha qinga nima qiladigan o'sha mumkin emas o'yinchoq deb o'ylashadi. Buni boshqa maqsadlarda ham ishlatadiganlar bor. Buni eshitganman, meni oldimga kelganlarda ham bo'lgan. Buni qanaqa qilib ishlatadi? Menga ochib ko'rsatib berasizmi? Endi buni ko'rinishi bu marketing, endi marketing tashqi ko'rinishga juda ham ahamiyat bergan, boshqa brendlardan ajralib turish uchun, chunki shakli har xil brendli lubrikantlar bor. Haqiqatdan dorixonalarga kirsangiz bizaniki ajralib turadi. Ko'zga yaqqol tashlanadi, boshqa brendlardan ajralib. Bu endi marketing yo'nalish bo'yicha shakli shunaqa ishlab chiqarilgan. Maxsus chiqarilganda, yomon maqsadda emas, kimlardir. Buni ishlatilishi juda ham oddiy. Nadia Abdukadirni tagida ozginagina mana yirtiladigan, ozgina anaqa ochish oson bo'lgan qoldirilgan aloeligini ochdim, mana xushbo'y yotsam bo'lar ekan. Приятный zapach beradi. Kel. Tagidan ochiladi, kichkigina bo'ldi. Mashina o'zi yetadi ayollarimizga. Juda ham ko'p surib olsa ham bo'lmaydi. Namlantiradi, aloeligi ham juda ham yoqimli iforlarni taqdim etadi. Uyingizda kreminglar qolmagan bo'lsa, surishingiz mumkin, qo'lni yumshatish maqsadida. Mumkin. Rostdan yumshatar. Rostdan krem ekan. Yo'q, rostdan tabiiy, chunki ko'pchilik nima deydi? Shu nimasi bo'lmaydi, singib ketadi. Bir pasda ko'rasiz, singib ketadi-da. Juda ham zo'r ekan. Bitta ayol ani virjinni yuziga suribdi. Unaqa beribdi. Etsu bo'lmaydimi? Yo'q, endi u uchun ishlab chiqarilmagan u. Yuzniki emas u. Shu depilatsiyadan keyin bilasiz, ayollarimizda ruschada раздражение bo'ladi, noqulaylikmi, diskomfortmi, og'riqmi, shilinishmi, shunga o'xshash xususiyat bo'ladi. Da именно aloeligini, aynan aloeligini depilatsiya qilingan sohaga surtib qo'yishadi, u tinchlantiradi. Hattoki soch ildizchasi yalinadi, furunkul, karbunkullarni ham oldini oladi. Shunaqa xususiyatga ega. Yaxshi, ochganingizni o'zimga olib ketaman uyga. Yaxshini ochdingiz. Abdukadirni biz yana shu ma'lumotni aytib o'tmoqchi. Biz kecha yoki bugun paydo bo'lib qolmaganmiz, tug'ilib qolmaganmiz. Bu narsa 89-yilda Fransiya janubida maxsus soft brendli maxsus nima deydi, kompaniya ochilgan. Ana o'sha kompaniya 35 yildan beri bu Yevropa standarti, o'sha yerda ishlab chiqariladi va O'zbekistonda, imенно O'rta Osiyo bo'yicha O'zbekiston tanlab olingan. O'zbekistonda fransuzlar bilan birga hamkorlikda kompaniya ochilgan, juda katta kompaniya. U yerda fransuz brendiga asosan soft mahsulotlar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Endi bugungi mavzumiz soft bo'lgani uchun
Bu nafaqat Yevropa standartlariga, balki shu O'zbekiston standartlariga ham ega, hattoki Saudiya Arabistoni halol degan sertifikatiga ham ega mahsulot. Mashaalloh, mashaalloh. Bu ma'lumotni men bilmas edim. Men uchun ham yengillik bo'ldi. Juda ham xursandman shunaqa bo'lganidan, chunki buni har bir insonga tavsiya qilsangiz bo'ladi. Ayolga ham, erkakga ham juda ham taqvodor insonlarga misol uchun bu narsaga qaraydiganda, halol haromga qarashadigan va jinsiy hayotini yaxshilamoqchi bo'lgan va har doim o'zini ustida ishlaydiganda, O'zini yaxshi ko'radigan. o'zini yaxshi ko'radigan, o'sha yengilliklardan xabardor insonlar uchun juda ham kerakli narsa ekan. Dilrabo Nigmatullayevna suhbatimiz qanaqa qilib vaqtimiz o'tib ketganini bilmay qoldim. Juda ham qiziq bo'ldi. Men bugun o'zimga juda ham kerakli yana ma'lumotlar oldim. O'z bular haqida ma'lumot bilardim. Oldimga kelgan har bir ayolga, juftlikka tavsiya qilaman. Lekin yana o'zimga kerakli ko'p narsalarni oldim. Va yana sir bo'lsa ham aytaman, bilaman, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonidasizlar. Bularni men hammadan ko'p kutyapman menimcha. Va bu mahsulotlar haqida ham hali yana alohida to'xtalib o'tamiz va siz bilan oxirgi marta ko'rishmaymiz. Hali yana ko'p uchrashuvlarda sizni kutib qolaman. Abdukadirna, bugungi uchrashuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Siz orqali aziz ayollarimizga o'zimiz mahsulotlarni yetkazib, ya'ni ayollarning tibbiy madaniyatini oshirishdan men bag'oyatda xursandman. Soft lubrikanti haqida yanada to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, sizni qiziqtirgan yana savollar bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni, savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Savollaringizga soft lubrikant mutaxassislari batafsil javob berib o'tishadi. Xayr, salomat bo'linglar. Kelganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.